Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz hammamiz uchun nihoyatda muhim, ammo afsuski, ko'pchiligimiz tez-tez duch keladigan muammo haqida gaplashamiz. Elektr va issiqlik ta'minotidagi uzilishlar. Sizning uyingizda lampochka yonmagan, xonangiz sovuq qolgan vaziyatlar bo'lganmi? Muzlatgichdagi mahsulotlar buzilib ishingiz to'xtab qolganmi? Men ishonamanki, bunday holatlarga duch kelmagan odam kam topiladi. Eng achinarlisi shundaki, ko'pchilik bu noqulayliklar va yo'qotishlar uchun hech qanday tovon puli olmasligini biladi yoki hatto bu haqida o'ylamaydi ham. Lekin bugun men sizga juda muhim bir yangilikni aytmoqchiman. Bu ma'lumot sizning hamyoningizga bevosita ta'sir qiladi, huquqlaringizni himoya qilishga va yo'qotishlaringizni qoplashga yordam beradi. Shoshiling, bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki undagi har bir ma'lumot siz uchun qimmatli. Bu sizning yashash sharoitingizni yaxshilashga qaratilgan amaliy qadam. Boshlashdan oldin iltimos kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu bizning jamoamizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Keling, muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. Ilgari qanday edi? Ko'p yillar davomida fuqarolar elektr energiyasi yoki issiqlik ta'minotidagi uzilishlar tufayli chekkan zararlari uchun kompensatsiya olish deyarli imkonsizdek tuyulardi. Odamlar har qanday uzilishlarni norma deb qabul qilishga majbur edilar. Elektr tarmog'ida nosozlik yuz bersa, ko'pincha bu haqda xabar berish uchun yagona yo'l mahalliy energiya ta'minoti korxonasiga qo'ng'iroq qilish yoki borish edi. Biroq ko'p hollarda javoblar noaniq bo'lar. Uzilishlarning sabablari xalqqa tushuntirilmasdi va qachon tiklanishi ham aniq aytilmasdi. Agar sizda muzlatgichdagi mahsulotlar buzilgan bo'lsa, xonangiz sovuq qolib, kasal bo'lib qolgan bo'lsangiz ham bu shaxsiy muammoingizdek ko'rinar edi. Bu uchun hech kim sizga moddiy kompensatsiya to'lashni o'ylab ham ko'rmasdi. Siz shikoyat qilsangiz ham natijalar juda kamdan kam holatlarda ijobiy bo'lar edi. Ko'pincha sizga uzr so'raymiz, texnik nosozlik, qisqa muddatli uzilish kabi javoblar berilar edi. Ammo bu sizning yo'qotgan pulingizni, vaqtingizni va sog'lig'ingizni qoplamasdi. Eng yomoni, bu holat iste'molchilarning o'z huquqlari haqida to'liq xabardor bo'lmagani, qonunchilikda aniq mexanizmlar yetarli darajada rivojlanmagani va ta'minotchi tashkilotlarning mas'uliyatsizligi bilan bog'liq edi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Oxirgi yillarda iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qonunchilik sezilarli darajada kuchaytirildi. Hukumat va mas'ul idoralar aholining kommunal xizmatlar sifati borasidagi shikoyatlarga yanada jiddiy e'tibor qaratmoqda. Endilikda siz nafaqat uzilish sabablarini bilishga, balki ushbu uzilishlar tufayli yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar uchun kompensatsiya talab qilishga ham to'liq huquqlisiz. Bu shunchaki bir va'da emas, balki qonuniy asosga ega bo'lgan mexanizm. Yangi qoidalar va tartiblar ishlab chiqildi. Bu esa har bir iste'molchiga o'z huquqlarini himoya qilish imkoniyatini beradi. Bu o'zgarishlar nimadan dalolat beradi? Bu shuni anglatadiki, bizning davlatimiz kommunal xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilotlarning mas'uliyatini oshirishga va fuqarolarning hayot sifatini yaxshilashga jiddiy intilmoqda. Endilikda shunchaki uzilish degan tushuncha o'tmishda qoldi. Har bir uzilish, har bir noqulaylikning o'z narxi bor va bu narxni sizning qonuniy huquqlaringiz doirasida qoplashingiz mumkin. Bu sizning hamyoningizga bevosita foyda keltiradi. Ammo buning uchun siz o'z huquqlaringizni bilishingiz va ular uchun kurashishingiz kerak. Keling, ushbu kompensatsiya tizimining batafsil tahliliga o'taylik. Avvalo nimani bilishimiz kerak? Sizga kompensatsiya to'lash uchun qanday holatlar asos bo'ladi? Eng asosiysi, bu elektr energiyasi yoki issiqlik ta'minotining standartlarga javob bermasligi yoki umuman mavjud bo'lmasligi. Misol uchun elektr ta'minoti uzilishlari, ya'ni butunlay yorug'likning yo'qligi yoki kuchlanishning normadan past bo'lishi bu maishiy texnikaning buzilishiga olib kelishi mumkin. Issiqlik ta'minotida esa xonadondagi havo haroratining qish mavsumida belgilangan normadan, masalan, Los 12 gradusdan past bo'lish kompensatsiyaga asos bo'ladi. Shuningdek, suv isitish tizimining ishlamasligi ham. Kim tashvishlanishi kerak? Ya'ni kim kompensatsiya olish huquqiga ega? Har qanday turar joy mulki egalari, kvartiralar, xususiy uylar egalari, ijara asosida yashovchi fuqarolar. Agar ular kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirgan bo'lsalar va ushbu xizmatlarning sifatidan norozi bo'lsalar, kompensatsiya olishlari mumkin. Bu albatta shaxsiy iste'molchilar uchun mo'ljallangan. Kim tashvishlanmasligi kerak? Ya'ni kim kompensatsiya olish huquqiga ega emas?
Agar uzilish sizning aybingiz bilan sodir bo'lgan bo'lsa, masalan, to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmagan bo'lsangiz, elektr hisoblagichiga aralashgan bo'lsangiz yoki oldindan xabar berilgan rejadagi ta'mirlash ishlari tufayli uzilish bo'lgan bo'lsa, siz kompensatsiya talab qila olmaysiz. Shuningdek, tabiat ofatlari, ya'ni force majeure holatlari e'lon qilingan paytda ham kompensatsiya olish murakkabroq bo'ladi. Chunki bu holatda ta'minlovchi korxona o'z vazifasini bajara olmaganligi uchun bevosita aybdor hisoblanmaydi. Biroq hatto force majeure holatlarida ham agar ta'minlovchi ushbu vaziyatlarga oldindan tayyorgarlik ko'rmaganligi aniqlansa, mas'uliyat tortishi mumkin. Keling, bir nechta aniq misollarga e'tibor qarataylik. Raqamlar va vaziyatlar orqali tushuntiraman, chunki bu eng tushunarli bo'ladi. Birinchi misol. O'zingizni Toshkentning Shayxontohur tumanida yashovchi fuqaro deb tasavvur qiling. Bir necha yil oldin qishda bir haftalik muddatda 4 marta har birida 6 soatdan elektr energiyasi uzildi. Umumiy hisobda 24 soat elektrsiz qoldingiz. Sizning muzlatkichingizda taxminan 200 ming so'mlik go'sht va boshqa tez buziladigan mahsulotlar bor edi. Ular butunlay buzildi. Bundan tashqari, siz uyda ishlaysiz va elektrsiz qolishingiz sababli muhim loyiha ustida ishlay olmadingiz. Bu sizga taxminan 300 ming so'm miqdorida daromad yo'qotishiga olib keldi. Sizning xonadoningizda har bir kunlik elektr energiyasi uchun o'rtacha 10 ming so'm to'laysiz. Shunday qilib, bir kunlik to'liq uzilish uchun sizning to'lovingizni ham qaytarishlari kerak endilikda. Siz nafaqat elektr energiyasi uchun to'lagan pulingizni qaytarib olishingiz mumkin. Balki buzilgan mahsulotlar uchun 200 ming so'm, yo'qotilgan daromad uchun 300 ming so'm kompensatsiya talab qilishingiz mumkin. Umumiy hisobda 500 ming so'mdan ortiq kompensatsiya olishingiz mumkin. Bu misol shuni ko'rsatadiki, kompensatsiya faqatgina yo'qotilgan xizmat narxidan iborat emas, balki bevosita va bilvosita yetkazilgan zararlarni ham qoplaydi. Ikkinchi misol. Faraz qilaylik, siz Farg'ona vodiysida yashaysiz va qishning eng sovuq kunlarida harorat 25 gradusdan pastga tushganda sizning xonadoningizga issiqlik ta'minoti bir hafta davomida kelmadi. Oddiy sharoitda xonadoningizda kamida +18 gradusli harorat bo'lishi kerak edi. Siz majburligingizdan elektr isitgichlardan foydalandingiz. Bu esa sizning elektr energiyasi sarfingizni sezilarli darajada oshirib yubordi. Qo'shimcha 1,20 ming so'm. Bundan tashqari, xonadondagi haddan tashqari sovuq tufayli siz va farzandingiz shamoladingiz va davolanish uchun dorilarga taxminan 2,5 ming so'm sarfladingiz. Ilgari bu sizning shaxsiy muammongiz bo'lar edi. Hozir esa siz issiqlik ta'minoti uchun bir hafta davomida to'lagan pulingizni qaytarishni, elektr isitgichlar uchun qo'shimcha sarflagan 1,7 ming so'mni va dorilar uchun 2,7 ming so'mni kompensatsiya sifatida talab qilishingiz mumkin. Bu yerda ham umumiy kompensatsiya miqdori 400 million so'mdan oshishi mumkin. Bu sog'lig'ingizga yetkazilgan zarar ham moddiy jihatdan qoplanishi mumkinligini ko'rsatadi. Uchinchi misol. Siz Sirdaryo viloyatida yashaydigan bir tadbirkor bo'lsangiz, lekin sizning ishingiz kichik sexingizda maishiy buyumlar ishlab chiqarish bilan bog'liq. Sizning sexingizda elektr energiyasi haftada 3 marta, har bir safarda 4 soatdan uzildi. Bu sizning ishlab chiqarishingizni to'xtatib qo'ydi va buyurtmalarni o'z vaqtida bajarishingizga to'sqinlik qildi. Bu uzilishlar tufayli siz bir oyda 70 ming so'mlik potensial daromadingizdan mahrum bo'ldingiz. Chunki mahsulot ishlab chiqara olmadingiz va ularni sota olmadingiz. Bu vaziyatda siz ushbu yo'qotilgan daromadni ham kompensatsiya sifatida talab qilishingiz mumkin. Biroq tadbirkorlar uchun bu jarayon biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. Chunki ular yo'qotilgan daromadni hujjatlar bilan asoslashlari kerak bo'ladi. Buyurtma shartnomalari, ishlab chiqarish hajmi bo'yicha hisobotlar va HKKG. Bu misol hatto kichik biznes egalari ham bunday vaziyatlarda o'z huquqlarini himoya qilishlari mumkinligini ko'rsatadi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, siz nafaqat xizmat uchun to'lagan pulingizni, balki ushbu xizmatning yo'qligi sababli kelib chiqqan bevosita va bilvosita zararlarni ham qoplashingiz mumkin. Asosiysi hujjatlashtirish va o'z huquqlaringizni qat'iy talab qilishdir. Endi esa qoidalardagi istisnolar, yashirin tuzoqlar va noaniq nuanslar haqida gaplashamiz. Bularni bilish sizni ko'plab bosh og'riqlardan xalos qiladi. Istisnolar: birinchidan, yuqorida aytib o'tganimizdek, agar uzilishlar force majeure holatlari natijasida yuzaga kelsa, kompensatsiya olish ancha murakkablashadi.
Force major deganda zilzila, suv toshqini, kuchli bo'ron kabi tabiiy ofatlar tushuniladi. Bu vaziyatlarda energiya ta'minoti korxonasi hatto eng zamonaviy uskunalarga ega bo'lsa ham xizmat ko'rsatishni ta'minlay olmaydi. Biroq muhim bir nuanja bor. Agar ta'minotchi bunday vaziyatlarga oldindan tayyorgarlik ko'rmagan bo'lsa, masalan eski uskunalar ishlatilgan yoki profilaktika ishlari o'tkazilmaganligi sababli u baribir mas'uliyatga tortilishi mumkin. Ikkinchidan, rejalashtirilgan ta'mirlash ishlari. Agar sizga oldindan odatda 24-48 soat oldin ta'mirlash ishlari haqida xabar berilgan bo'lsa, e'lonlar orqali, SMS xabarnomalar orqali, bu muddat ichidagi uzilishlar uchun kompensatsiya talab qila olmaysiz. Uchinchidan, agar uzilishlar sizning shaxsiy aybingiz bilan sodir bo'lgan bo'lsa, masalan, elektr tarmog'iga ruxsatsiz ulanish, hisoblagichni qasddan buzish yoki kommunal to'lovlarni uzoq muddat to'lamaslik sababli xizmatdan uzib qo'yilgan bo'lsangiz, kompensatsiya talab qila olmaysiz. Bu holatlarda ayb sizda bo'ladi va ta'minotchi korxonaning hech qanday mas'uliyati bo'lmaydi. Yashirin tuzoqlar birinchi va eng muhim tuzoq bu uzilishlarni hujjatlashtirmaslik. Agar siz elektr yoki issiqlik yo'qligini isbotlay olmasangiz, kompensatsiya olishingiz amri maholdir. Ko'pchilik shikoyat qilishga erinadi, baribir natija bo'lmaydi deb o'ylaydi. Ammo bu katta xato. Ikkinchidan, shikoyat qilishda kechikish. Ko'pgina hollarda shikoyatni uzilish sodir bo'lgan paytdan boshlab ma'lum bir muddat ichida, masalan 24-72 soat ichida taqdim etish kerak. Bu muddatni o'tkazib yuborish sizning da'vongizni rad etish uchun asos bo'lishi mumkin. Uchinchidan, ba'zi ta'minotchi kompaniyalar iste'molchilarga kichik, tezkor tuzatishlarni taklif qilish orqali ularni to'liq kompensatsiya olish huquqidan mahrum etishga harakat qilishlari mumkin. Masalan, bugun elektrni tezda yoqib beramiz, faqat shikoyat yozmang deyishlari mumkin. To'rtinchidan, byurokratiya va qizil lenta. Ba'zida ta'minotchi tashkilotlar qasddan jarayonni murakkablashtirib, hujjatlarni qayta talab qilib, fuqarolarni charchatishga urinishi mumkin. Bu ularning odamlar shikoyat qilishdan voz kechishiga erishish uchun ishlatadigan taktikasidir. Ammo siz bunga tayyor bo'lishingiz va qat'iyatli bo'lishingiz kerak. Noaniq nuanslar. Birinchisi psixologik ta'sir. Kommunal xizmatlarning yo'qligi, ayniqsa uzoq muddatli uzilishlar inson ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Stress, xavotir, uyqu buzilishi. Garchi buni moddiy jihatdan baholash qiyin bo'lsa-da, ba'zi mamlakatlarda ma'naviy zarar uchun ham kompensatsiya talab qilish mumkin. Bizning qonunchiligimizda ham ma'naviy zarar tushunchasi mavjud. Ikkinchidan, uzoq muddatli sog'liqqa ta'sirlar. Sovuqda uzoq vaqt qolish surunkali kasalliklarni qo'zg'atishi yoki yangi kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Agar sizda bunday holat yuzaga kelsa va bu uzilishlar bilan bevosita bog'liqligini tibbiy hujjatlar bilan isbotlay olsangiz, tibbiy xarajatlar uchun kompensatsiya talab qilishingiz mumkin. Uchinchidan, masofaviy ishlaydiganlar uchun daromad yo'qotilishi. Bugungi kunda ko'plab odamlar uydan turib ishlaydi. Elektr yo'qligi ularning ish faoliyatiga to'sqinlik qilib, daromad yo'qotishiga olib keladi. Bu ham kompensatsiya talab qilish uchun asos bo'lishi mumkin. Ammo isbotlash uchun ish beruvchidan ma'lumotnoma yoki shartnoma kabi hujjatlar kerak bo'ladi. To'rtinchidan, zaif guruhlarga ta'siri. Keksa yoshdagi fuqarolar, chaqaloqlar, surunkali kasalliklarga chalinganlar uchun elektr va issiqlik ta'minotidagi uzilishlar yanada xavfli bo'ladi. Ularning holati bo'yicha tibbiy ma'lumotlar ham qo'shimcha kompensatsiya olish uchun dalil bo'lishi mumkin. Beshinchidan, kollektiv da'volar. Agar butun bir kvartal yoki mahalla elektr yoki issiqliksiz qolsa, bitta individual da'vo qilishdan ko'ra birgalikda kollektiv shikoyat qilish ancha samarali bo'lishi mumkin. Bu ta'minotchi korxonaga bosimni oshiradi va muammoni tezroq hal qilishga undaydi. Bu kabi nuanslarni bilish sizga o'z huquqlaringizni to'liq himoya qilishga yordam beradi. Endi esa eng muhim qismiga keldik, amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar to'plash kerak? Nima yozish kerak? Men sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Birga hammasini hujjatlashtiring. Bu eng birinchi va eng muhim qadam. Uzilish boshlangan va tugagan aniq sanalarni va vaqtlarni yozib oling. Agar iloji bo'lsa, uzilish joyini, masalan, qorong'u xonani, muzlatkichdagi buzilgan mahsulotlarni, xonadondagi past haroratni ko'rsatadigan termometr ko'rsatkichlarni suratga oling yoki videoga oling. Bu fotolar va videolar keyinchalik sizning asosiy dalilingiz bo'ladi. Agar sizda daromad yo'qotish bo'lsa, bu haqda ish beruvchingizdan
ma'lumotnoma oling yoki yozma dalil to'plang. 2. Darhol xabar bering. Elektr yoki issiqlik uzilishi bilanoq darhol tegishli ta'minlovchi korxonaning avariya xizmatiga qo'ng'iroq qiling. Ehtiyotkor bo'ling. Har bir qo'ng'iroqingizdan so'ng operatorning ismini, qo'ng'iroq vaqtini va eng muhimi murojaat raqamini yozib oling. Agar ular sizga murojaat raqami bermasa, uni talab qiling. Bu sizning uzilish haqida rasmiy ravishda xabar berganingizni isbotlaydi. Shu bilan birga mahalliy hokimiyat organlarining fuqarolar murojaatlari bo'limiga ham xabar berishingiz mumkin. O'tib yozma yozishmalarini saqlang. Agar siz SMS orqali xabar bersangiz, xabarning nusxasini saqlab qoling. Agar elektron pochta orqali murojaat qilsangiz, elektron pochtalarni o'chirmang. Agar siz rasmiy ariza bilan murojaat qilsangiz, uning ikkinchi nusxasini ta'minlovchi korxona xodim ikkinchi nusxa qilganligi haqidagi muhri va imzosi bilan o'zingizda saqlang. Bu yozishmalar sizning harakatlaringizni va ta'minlovchi korxonaning javobini ko'rsatadigan hujjatli dalil bo'ladi. 4. Zararlarni tasdiqlovchi dalillarni to'plang. Agar muzlatkichdagi mahsulotlar buzilgan bo'lsa, ularni sotib olganingizni tasdiqlovchi cheklarni toping. Agar siz elektr isitgichlar ishlatganingiz uchun elektr energiyasi uchunga ko'proq to'lagan bo'lsangiz, elektr hisoblagichingiz ko'rsatkichlarini uzilishdan oldin va keyin qayd eting. Agar siz yoki oila a'zolaringiz kasal bo'lib qolgan bo'lsa, shifokordan ma'lumotnoma, kasallik varaqasi va dorilar uchun cheklarni yig'ing. Bularning barchasi sizning moddiy zararingizni isbotlash uchun juda muhimdir. 5. Rasmiy da'vo yoki ariza loyihasini tayyorlang. Barcha to'plangan dalillar asosida ta'minlovchi korxona rahbari nomiga rasmiy ariza yoki da'vo xati yozing. Ariza aniq sanalarni, uzilish turlarini, yetkazilgan zararning miqdorini va ushbu zararni tasdiqlovchi barcha hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. Arizaning asosiy qismida qonunchilikka asoslanib, sizga kompensatsiya to'lanishini talab qiling. Namuna arizalarni O'zbekiston Respublikasi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati veb saytidan yoki yuridik maslahatchilardan topishingiz mumkin. Ushbu jamiyatga ham bevosita murojaat qilish imkoniyatlari mavjud. 6. Murojaatingizni jo'nating va uni kuzatib boring. Arizani ta'minlovchi korxonaning mas'ul xodimga shaxsan topshirib, ro'yxatdan o'tkazilganligini tasdiqlovchi hujjat oling yoki uni pochta orqali xat kelganligi to'g'risidagi bildirishnoma bilan yuboring. Faqat jo'natib qo'yish bilan cheklanmang. Ma'lum bir muddatdan so'ng, odatda 15-30 kun javob olmagan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling. Tashrif buyuring va vaziyatni o'rganing. Ularga murojaat raqamingizni eslatib turing. 7. Huquqiy choralarga o'ting. Agar ta'minlovchi korxona sizning voyingizni rad etsa yoki javob bermasa, sizning keyingi qadamingiz O'zbekiston Respublikasi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatiga yoki sudga murojaat qilish bo'lishi kerak. Bu tashkilotlar sizning huquqlaringizni himoya qilishda yordam beradi. Sudga murojaat qilishda barcha to'plangan hujjatlar va yozishmalar nihoyatda muhim bo'ladi. Aziz do'stlar, bugungi videoda sizga elektr va issiqlik ta'minotdagi uzilishlar uchun katta kompensatsiya olish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Esingizda bo'lsin, bu shunchaki imkoniyat emas, balki sizning qonuniy huquqingiz. O'z huquqlaringizni bilish, ularni talab qilish va ularni himoya qilish har bir fuqaroning burchidir. Sizning harakatingiz nafaqat sizning shaxsiy muammoingizni hal qiladi, balki kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning mas'uliyatini oshirishga va butun jamiyatimiz uchun xizmatlar sifatini yaxshilashga yordam beradi. Siz yolg'iz emassiz. Minglab odamlar siz bilan bir xil muammolarga duch keladi. Shunday ekan, harakat qiling, kompensatsiyangizni oling va bu muhim ma'lumotni atrofdagilar bilan baham ko'ring. Bu video siz uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman. Izohlarda o'z fikringizni yozing. Siz bunday vaziyatlarga duch kelganmisiz? Kompensatsiya olishga harakat qilinganmisiz? Videoga like bosing va agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.